Oraklar biz bu ustazımızın nakışlarında böyle uçaklı loyun deydi anlaydık da. Uçak benim ustazım loyun şu çağladı. Loyundan öğrengen ben tuttum nakışlarını. Şu Abdullah akimiz neke tuncu söylegi degan deyler çıkka vaxtlarda loyuncu yıksak anlaydım. Benim bir konurap ketken bir şarip loyuncuyum var. Şarip çıktı ben qarib salmazılık deyni. Şu deyni konurap ketkiçi anlagan ben. Bu bir kızık toktaydı şu bu dey kısa olmagan vaqt var. Aynalar işken yer şari bulmaz mı? Vay bu teley işkim gibi. Vay. Rahmet. Bir vaqtida dey o'ttirib kelib ta'tirlik etdi bu. Ta'tir o'lib ketgandan keyin naqsh ta'tir chiqdi ekan. Naqshi oyog'idan beshig'i chiqdi ekan naqsh o'lchadi. Aylanar ishgan yer shunchalik bu ketkichi anlaydim ben ustozdan naqshlarımcha. Anlab hozir ham bu ishlar qolmadi. O'zimiz ta'tir o'rimiz deb anlaymiz hozir kompyuterda. Qiziqarli bo'lishi uchun. Shuning uchun endi Dilshod bo'lsa qanday bo'ldi bu qadam. Nazar bugün aytdim yaxshi bo'ldi bugün. Faoliyatim ajoyib yaxshi bo'ldi bugün. Naqshlarni bir-biriga bezga deb usulloq naqshlar yeva bezga deb. Naqshni bir esam bo'ldi naqshlar. Meni benzosini benzan oldi deb. Bu naqshlardan tarqalgandan keyin bozorlik bu ekshak tarqalsin deb o'ylar nazar bütün Şinjan'da nazar besib ketsin juma baqina. Rahmat. İbrahim birleşkesi kep tugmaydi aka. Tursun, aşkın azrak rayıp cevap veremsiz. Doğraşmasıqcha kelgan o'xshaydi. Dalaylar rayıpni azrak aşsınız bo'ldi ekan. Bu şu Mehmet Çağba yakimiz hemimiz bilimiz o an. Hemimizge kalbi ta'sir qilgan naqshlarimiz. Bu akimizlik bir naqshi var, muhabbet deydigan. Bu naqshini aytishdan sirt men Abdullah akamni bir naqshini aytib o'tdi bir kun. So'rinda Abdullah Abdurahimning naqshini aytib berman dedi. "Voy aka buni siz qanday qilib aytasiz" desam, "O'zimga tushirib oldim" dedi. "O qanday aytasiz buni" desam, "Cholal" dedi bu. Navjag emas. Yo'qlar qo'yis naqshini aytadi desam, "Sidin chol" dedi. Dans desam, vücudumda bakın sevgisi sen hayatımı sen benim baktı sen hayatımı sen benim baktı yürek düştüm bağlanıgan sana sen hayatım sen benim derdim sen hayatım sen benim derdim dedim ben bu adamla anan etkensiz özünüzü tercüme kılarsız bu akşam dedim. Wow dedim. Ayran qilishlar bo'ldi. Endi Nurshadni deb qoldi. Nurshad o'zimizning yaxshi elimiz bu endi tirishayotgan. Nazarga o'xshash boshqa do'stlar o'sha tirishayotganimizdan menga yomon ta'sir qilganchu bu naqshlar. Tunji qatim va o'yinda yordamsan boraymi? Shu xalq naqshini aytgancha bir ta'sir qilgan. O'sha naqshni azrat aytbiraya ganjim bo'lmasa. Qumuldan bir naqshni aytib olsa biller oraylı yolda yalnızlık yamar ayrılmak kimlikte yolda yalnızlık yamar rahmet. Bu Ömer
Ömercan akimizdeki 3-4 günden oldida bir naqshni lo'yon qilib qoldik. Chiqanda sen naqshni lo'yon qilgan vaqtimda yenimda turpasan dedi. O aka siz ustoz tursangiz, men sizga qanday yeningiz turib deyman desam, ukam sen necha vaqtdan do'rg'andik, men avatimni xirxirni topaman deydi. Rahmat. Bu Osman Mehmet'den qutulolmay yursam, ma chiqdi endi deb meni ko'zladi. Şuan bu adamdan bir naqsi var, yaman yaxshi ko'rdigan men bu. Bu adam naqsh etish boshqa, gap qilish boshqa ekan. Ba'zi odamlarimiz var, artistlarimiz var. Gap qilgan ovoz bilan shu naqsh etgan ovoz o'xshash chiqdi shu. Bu odamdan o'xshamaydi. Gap qilsa hayajon bilan shu naqsh kirib turib aytqashqa bir taklamakan degan naqsi var, karavan degan naqsh aytib berey. Şirin gördüm teklimakanda bulup bir gayip adam kemri alemiye tarap ketküle onun evası altın çoldurma. Vay rahmat. Hamımıza götürdük rahmat. Alkışlar götürdük rahmat. İşlerimiz yaxshi bo'lsin, dinimiz salomat bo'lsin, san'at yo'limiz daim davom bo'lsin. Ya ko'pigani ko'rsatdinglar bugun. Ko'pigani ko'rinmaga chiqib bugun. Rahmat namangizda götürdük rahmat. Rahmat. Muratjon, voy, iqtidorli Muratjon.